Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızı görüşenlerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqun. Xitoy Taylanddan 109 nafar Uyg'urni qaytarib kelganligini e'lon qildi. Xitoyning davlat televiziyasi Xitoy saqchi tarafining 9-iyul Taylanddan 109 nafar Uyg'urni qaytarib kelganligi to'g'risida xabar berdi. Xitoy davlat televiziyasi bo'lgan Markaziy televiziya stansiyasining 13-kanali Xitoy saqchi tarafining 9-iyul Taylanddan 109 nafar qonunsiz chegirdan o'tgan va chegirdan o'tishga tashkillagan kishini qaytarib kelganligi to'g'risida xabar berdi. Xabarda Xitoy saqchilarining allaburun Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridan ko'p qitim qonunsiz chegirdan o'tgan va tashkillaganlarni qaytarib kelganligini, bularning asosligi Uyg'ur rayonidan kelgan va Turkiyaga bormoqchi bo'lgan kishilar ekanligi bildirilgan. Buningdan burun Tayland hukumatining muavin bayonotchisi 109 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligini bildirgan edi. Xabarda Taylanddan qaytarib kelingan Uyg'urlarning aeroplandagi va aeroplandan tushayotgan vaqtidagi sinalg'u ko'rinishi berilgan bo'lib, ularning hammasiga mahbus kiyimi kiygizilgan va har bir kishining kiyimi oldiga numar qo'yilgan, qo'llariga orqadan ko'yiz selingan. Har bir odamning ikki tarafida birdan saqchi o'ltirgan holatda bo'lib, odamning diqqatini eng tortadigan yeri bu kishilarning hammasining beshiga qora xalta kiydirilganligi va saqchilarning maska taqib olganligi. Sinalg'u ko'rinishlardan bu kishilarning orasida ayollarning borligini, ularning aeroplandan tushishgacha harakatda qiynalayotganligini ko'rgili bo'ladi. Xitoy televiziya kanalida berilgan bu xabar butunlay yolg'on, yavudoq, to'kmat va ig'vogarchilik bilan to'lib ketgan bo'lib, o'tgan yili 3-oyda 300 dan ko'p Uyg'urning Taylandda tutilib qolganligi, bu kishilarning Xitoyning besim siyosatlari va diniy cheklamalardan qochib hijrat qilib chiqqanligi butun dunyoga oshkora bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoy tarafining xabarida bu kishilar haqida turli to'kmat va bo'xtonlar o'ydirib chiqarilgan. Xabarda bu kishilarning hammasining Turkiyaga borganligi, Turkiyaga borgandan keyin bir qismining Iroq va Suriyaga berib, terrorlik tashkilotlari bilan birlikda urush qatnashganligi, Turkiyaga berish imkoniyati bo'lmasa, o'z joyida atalmish terrorlik harakati elib borganligi joriy. Aksicha, bu kishilarning o'z vatanlarida dini bilan yashash imkoniyati qolmaganlikdan Xitoydan qochib chiqqanligi tilga olinmagan. Xitoyning xabarida bu kishilarning Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Sharq Turkiston islom harakati tarafidan tarqatilgan terrorlikka targ'ib qilgan filmlarni ko'rganligi, safar jarayonida ularning izchil diniy asabiylik ideyasi bilan tarbiyalanganligi, Turkiyada turishlik tashkilotlarining Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga odam avatib, ularga yordam berganligi, hatto Turkiyaning Sharqiy Janubiy Osiyo turishlik xizmat organlarining bu kishilarning qonunsiz chegirdan o'tishiga yordam berganligi joriy. Xabarda yana Xitoy saqchilarining Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlari bilan birlashib harakat elib berib, bir kishining turishlik o'rnidan 653 dona saxta yasalgan Turkiya pasporti topganligi bildirilgan. Butun dunyoda Taylandning insonparvarlik va xalqaro kishilik huquq ahdinomalariga xilof holda bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligi ayblanayotgan, bu kishilarning taqdiridan andishi qilinayotgan bir paytda Xitoy Tayland tarafining o'z davlatining va xalqaro qonunlarga asosan Uyg'urlarni qaytarib berganligi bildirilgan. Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarning sin ko'rinishlari Xitoy zulmini yana bir qatim isbotladi. Xitoyning Markaziy televiziya kanalida berilgan qaytarilgan Uyg'urlarning sin ko'rinishi Turkiya axborot vositalarida tarqatilgandan keyin Turk axborot vositalarida Xitoy zulmining yana bir qatim isbotlanganligi ta'kidlandi. Xitoyning Markaziy televiziya kanalida berilgan Tayland Xitoyga qaytarib bergan Uyg'urlarning sin ko'rinishi Turkiya axborot vositalarida tarqatilgandan keyin Turk axborot vositalari Xitoy zulmining yana bir qatim isbotlanganligini ta'kidladi. 109 Uyg'urning beshiga qora tag'ar kiydirib, ikki tarafida Xitoy alohida saqchilarining elib manganligi ko'rinishi tarqatildi. Osondagi axborot organlari Xitoyda zulm bormi yo'qmi deb televiziya programmalari tarqatayotgan bir vaqtda bu ko'rinishlarning tarqatilishi Turk axborot vositalarining qattiq diqqat e'tiborini qo'zg'adi. Mazkur xabarni Turkiya davlat televiziyasi TRT xabar kanali Xitoyning tan jazosi safar ustida boshlandi mavzusi bilan tarqatdi. Xabarda Xitoy besimidan qochib Taylandga kelgan 109 Uyg'ur beshiga tag'ar kiydirilgan, qo'liga orqadan ko'yiza, putlari yalong oyoq holda Xitoyga elib ketildi deyilgan. Yana Turk gazetlarida Tayland Xitoyga qaytarib bergan Uyg'urlarni terrorchi deb aybladi. Xitoy 109 Uyg'urning beshiga tag'ar kiydirib elib mangdi. Xitoy insonlarning vijdonini yana bir qatim oyoq osti qildi. Uyg'ur musofirlar qotil Xitoyning qo'lida.
Xitoyning zulmi yana bir qatim xalqarada isbotlandi degandek mavzular bilan o'rin oldi. Hürmetli tuzurkoşlar, biz bu hafta Türkiye Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi o'qituvchisi shundaqla strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram bilan suhbat ilib boramiz. O'zi hozir Anqaradan bizga telefonimizda saqlab turadi. Biz shuning bilan bu vaqtda shu Xitoyning vatanimizga elib ketgan bu Uyg'ur qarindoshlarimiz va buni atrofida bo'layotgan hozirgi Turkiya ijtimoiy aloqa uchur vositalarida Uyg'urlarimizning elib berayotgan ba'zi fikr qarashlari haqida suhbat elib boramiz. O'zi hozir telefonda. Assalomu alaykum, hurmatli Erkin Akram apandim. Va alaykum salom. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Allohga shukr, Allohga shukr. Rahmat sizga, ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat oldi bilan. Men rahmat qilaman. Hurmatli Erkin Akram apandi, hamda sizga ma'lum Taylanddan yana Xitoy tajovuzchilari qarindoshlarimizni 109 nafar qarindoshimizni Taylanddan qaytirib olib ketgan bo'ldi va buning ko'rinishlarini Xitoy davlat televiziyasi e'lon qildi. Bu ko'rinish e'lon qilingandan keyin albatta butun dunyoda buning g'o'nayat g'ulg'uli qo'zg'aldi. Bu Xitoyniki bu shaklda elib ketishi, bu shaklda ko'rinishlarni e'lon qilishi. Oldi bilan sizdan shu Xitoyniki shu 109 nafar Uyg'urni olib ketishdagi shakliningki mushu haqida bir tushunch bergan bo'lsangiz, qanday qaraysiz? Bu qaysi shaklda nima mesaj bir signal bermoqchi Xitoy Uyg'urlar qanday signal bermoqchi va dunyoga qanday signal berdi bu ko'rinishda? Dunyoga shuni bermoqchi. Men shu tirnoq ichida shu Uyg'ur terroristlarga qarshi bu kurashning qarorliq bo'lganligini ko'rsataman deydi. Yani menimki bu chetdagi siyosatim mustahkam. Xo'sh. Shuni demoqchi. Men Uyg'urlarga qo'rqitib qilmoqchi. Ya'ni sen nega qochsang qoch, men yana shunday tutib kelman-ku. Yana birisi bo'lsa, shu Xitoyningki ichki shu o'lkalarga, ya'ni Xitoy xalqining o'ziga, ya'ni bizning davlat kuchlik shunday terror faoliyat qilayotganlarni biz shunday chet eldan tutib shunday akilalaymiz. Mana hokimiyatimiz mustahkam, Kommunist partiyasi hozirgacha huquqni ching tutib kelyapti degan mesajlarni va usullarni bermoqchimdi. Hamda sizga ma'lum Xitoy, mayli Xitoy bo'lsin, mayli boshqa davlatlar bo'lsin, xili cho'ng jinoyatlarni o'tkazgan jinoyatchilar masalan boshqa davlatdan tutib kelgan taqdirda burunqi masalan hozir axborotlar qarasak burunqi Xitoyning boshqa davlatdan tutib kelgan Xitoylarninki masalan uni shu yo ko'z taqmoqliq normal holatda aeroplandan tushayotgan holatdagi har xil ko'rinishlarni ko'ryapmiz masalan. Bularning ichida Xitoyda masalan zodi zilzila keltirayotgan Xitoyni bir cho'ng bir ish chiqarib xalqarada tutish buyrug'i chiqarilgan bir insonni ko'rsatanmoqda Xitoy hozirgacha. O taxi jinoyati taxi isbotlanmagan shu bak eng cho'ng qilgan bo'lsa masalan chegirdan qonunsiz chiqib ketdi deb degan bo'lsa-mu isbotlanmagan shakldagi nurg'unlagan kishilarni bu shaklda xuddi dunyoning shu eng cho'ng terrorchini elib mangandek bunda boshlariga xalta kiyib shaklda elib menishi bu qanday bir narsamdi sizchamda bu? Xitoy hokimiyati bo'lsin, mayli Xitoy jamiyati bo'lsin, hozir shu Uyg'ur desa Tangdo shu terrorist. Yani terrorist Uyg'urdir, Uyg'ur terroristdir deb ko'rdimdi. Xo'sh. Shuningcha Xitoyningki shu literaturada, yani til va terim literaturada terrorist desa hammadan Uyg'ur deb tushundimdi. Shuningga Xitoyda terroristlar kurash qilamiz degan gap, Uyg'urlarga qarshi terrorist qilamiz degan gap. Bu zihniyat va bu ko'z qarashda bo'lgan bir Xitoy har qanday bir Uyg'urni terrorist deb ko'rdi. Mushu chet elga qochib chiqib ketgan bu balla, qizlar va kichik bolalar bularmi mushu Xitoyning ko'zida hamda nazarida bularmi terrorist hamda. Terror degan ism shu Fransiyaningki inqilobidan keyin o'tirib chiqdi, ammo terrorizm degan hukm bir 100 yil bo'lmadi dedi. Ama shu terror bo'lsin, terrorizm bo'lsin, bu yerda mundaq
bal chaqı bile, yani kichik balı bile, xotinlari bile bunda terör kılgan hiç qanday bir misal yok hamda. To'g'ri, to'g'ri. Ama Xitoyninki o nokta nazarında mushu kichik balla tug'ilgan kichik balı mı, apısı mı, dadısı mı, bularning hammasi hamda terörist deb bu zihniyetten tüpeyli bularni ilip mangan vaqtida aşındaq terörist muamelesini qilgan gapda hamda. Bu köz qarışından bulvadı. Ama dünya bununla qanday qaraydi degan düşünceni oylab yetmegen bo'lish kerak. Çünkü her qanday bir çoğ devlet onunki bir mesuliyeti bo'ladi. Yani xalqaraga qarta bir mesuliyeti bo'lish lazım. Xo'sh. Sen eğer de xalqaradagi bazı mesuliyetini üstüge almasan, misal xalqara kanunlar, xalqara ticaret cettin bolsun, rayon karakterlik meseleler bolsun, Birleşken Devletler'de verilgan vazifeler bolsun, bularni icra kılmay, bularning mesuliyetini üstünge almagan takdirde sen bu xalqarada çoğ devlet bulamaysan. Xo'sh. Çünkü yalğızla bir iktisadi güçünge tayangan ve kolunda bir işki kural yarak boğan bir lükçekle, Koçya'daki bir lükçekle okşaysa o vaxtada. Sen xalqaradaki muşu vazifeni ve muşu mesuliyetini üstlengen vaxtada, üstüge algan vaxtada sen onundakin dünyada xalqarada çoğ devlet bolalaysan. Misalga deyli, öz vaxtada Sovyetler İttifakı olsun, bugünkü Amerika olsun, 19. əsrdeki İngiliz olsun ve 18 ve 16-18. yüzyılda Fransa ve şundakla başka devletler olsun. Bunlar hemmisi aslında vazifelerine ve mesuliyetini üstüge algan. Xo'sh, xo'sh. Hem de bunda bir ahvalda bu senin ülkenden keçip ketken tek sormadık o nime üçün keçip ketkenliğini. Xo'sh, xo'sh. Ve kim kaçırdı bularını? Ve kaçırganda kim bununla karmıdı, köz yumdu? Bunu tek sormadık. Yani keçip ketken bu Uygurlarını sen yalğızla bir kaşkun ya bununla münasebetlik yalğızla şu cinayet bile münasebetli kanunlar bile bunu sotlaydıgan gel. Xo'sh. Sotlap boğandan keyin onundan keyin keşem demdi bu nimelik koyzu demdi bir şey benim kiydiremse ya da hayvanlarının ki dömbüsüge numur sızgandak numur koyamsa onundan keyin bozmam yanı meyle. Hazır hiç kanda bir günah mahkemede bunu sotlamay turup bundak epmangan kargancakta bula o sotun kararını bir boldu diyen gel. Bu hıl zihniyet ve şundakla bu zihniyetinki hazırki körünüşe, belki sizde ötken bu körünüşler xalqarada to'g'ri qabul qilmaydi buni. To'g'ri, to'g'ri. Endi bu ko'rinishdan keyin sizcha, ya'ni Xitoyning bu shu zihniyatidan keyin shu Uyg'urlarningki buningdan keyingi oqibati qanday bo'ladi sizcha? Siz Xitoyni yaqindan ko'rsatayotgan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan. Burunma Kamboçya'da, Vietnam'da ya bir yerde elip ketken Uygur ballarıma bağıttığımdı. Ularının akıbetini mi tüzükrek bilemedik. Mesela Kamboçya'daki ballarının hemmisinin akıbetini. Hoş, hoş. Hem de Xitay bu da ifadesi kargancakta şu terörle münasebeti bulmaganlarını muafık bir kanun maddesi karab onu bir taraf kılmakçı. Ama terörle münasebetlik opagan bolsa onu çokum iğir şekilde cezalaymayız deydin. Mesela Xitayda şu mahkemede tek sotlamay turupla kat cezalaymayız diyen gapni diyeleydin. Hoş. Çünkü tek sotlamay turup. Şununla Xitayda bir kanun var deyiş biraz ters hem de. Yiziklik var doğru. Ama onun icraatı cette bir problem boğaçka. Hoş. İlip bağlan bu ballarını eketken bu ballarının ki akıbeti tabi bir ahvalda insanlarını ensreşke yartıdı hem de. Yani ensreşke yapardı. Doğru, doğru. Bunda bir ahvalda hem de o ballarının ki akıbeti kanda oldu birini demek ters ama pek yakşı olmaydı dep oylayım hem de.
Endi siz abayım deb o'tgandek bundan burunmi Kamboja va boshqa yerdan qaytirib ketgan nemisda balla qaytirib ketgan Uyg'urlarni qaytirib ketgan vaqtida hech qanday hatto suratni e'lon qilmagan Xitoy bu qatim rasmiy e'lon qilishida ba'zi turk axborotida bo'lsin, masalan Erdo'g'anningki va turk xalqininki Turkiyada jiddiy bu Uyg'ur masalasi kun tartibga kelgandan keyin Xitoy qarshi bu har xil nimalar bo'ldi. Ta Cumhur raisini tatib mushqatim 28-yilda o'sha oyning oxirida Xitoyga elib borgan ziyoratida biz bu masalani o'tirib qo'yamiz. Biz oxirigacha Uyg'ur qarindoshlarimizningki irqdoshlarimizning yenda bo'lamiz degan so'zning keyindan bu ko'rinishlarning e'lon qilinishi udil kelib qoldi endi. Buningda hamda yana Xitoy ham bu yerda sen qanday qilsang qil deb Turkiya Cumhur raisi Erdo'g'anga bir javob bergan bo'ldi degandek mana ancha-muncha turk axborotida ko'rib qolamiz. Buning qanday qaraysiz? Bu belki vakitçette bunun tank kelib qolgan bo'lsa kerak. İlip mengişe ama burun misal ep mangan vaqtida uyushurun ep mangan bo'lsa, bu da hamma dunyoga ko'rsatib ep mangan bo'lsa, tabii ki Türkiye ya da Amerika degan davlatlarga ko'rsatmoqchi buni. Yani men mushtaq qilaman nima deysa, xo'sh, degan bir gap endi. Ama o Erdoğan'a bunda bir ko'rsatish Türkiye Cumhuriyeti Reisi'ni qo'rqitalaydigan bir ko'rinish emas endi bu. Xo'sh. Buni shu diplomasiya va xalqaro siyosatdan tushundigan bo'lsak, bu yolg'izlar bir xil popos ko'rsatish buni. Onundan başka bir rol bir netice alamaydı. Yani bir rol işleyemeydi bir yerden. Hoş, hoş. Hamda yana shu axir taslim qilingandan keyin Xitoy ep ketgandan keyin hozir qaraydigan bo'lsak, ijtimoiy uchur vositida Facebookda bo'lsin, ba'zi fikrlar, masalan Uyg'urlarning orasida fikrlar maydon tushkuldi, talash-tortishlar bo'layotdi hozir. Buni shu Turkiya satdi buni Xitoyga masalan buni. Bu 173 Uyg'urni apkilagan Turkiya agarda xohlagan bo'lsa bularni apkilalaydi, bu yerda cho'ng bir o'yin. Bu Uyg'urlar Turkiya bilan Xitoyning o'rtasidagi savdodan qurbon bo'lib ketdi bu yerda. Erdo'g'an ziyoratga berishdan burun bu buni xuddi ularga bir o'lpon shaklda berib o'zini kuchli shaklda qilish uchun shunday qildi, ayollarni, balchaqlarni bu yerga kelib ularni beribdi degandek har xil fikrlar talash-tortish bo'lyapti. Bu Erdo'g'anningki Shanxay hamkorlik tashkilotiga Turkiyaning kirishni xohlaydiganligini, Shanxay hamkorlik tashkiloti qabul qilsa Yevropa birligini darhol tashlab Shanxay hamkorlik tashkilotiga kirdiganligini burun bildirgan Erdo'g'an bilan elib berilgan suhbat programmasidagi nimalarni keltirib turib, zodi bu savdoning o'rnida qurbon bo'lib ketdi Uyg'urlar degandek talash-tortishlar jiddiy bo'lyapti hozir ijtimoiy bu Facebooklarda. Bu fikrlarga qanday qaraysiz? Bu Uyg'urlar Turkiyaning qo'lida bo'lgan bo'lsa, misolga ma tanqid to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Turkiya shu qo'ldagi shu Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berdi deb. Xo'sh. Bular hammasi Tayland degan davlatningki qo'lidami? Türkiye başka bir devletin koludaki Uygurlarını men alsam buludu dep bunçilik bir yakşılık kılgandan keyin Uygurlar bir yerden bir ders çıkış lazım. Eğer de aşı Tayland'da aşı kıyıp kalgan veya aşı Vietnam'da üyebiyet kıyıp kalgan ballarını hiçbir devlet men alımen değil mi sıçı? Mesela hilimi Türkiye men alımen dep nurgun Uygurlarını ekeldi Türkiye'ye. Yerleştirip adı. Çünkü Tayland'ın koludaki o Uygurlarını Türkiye biripla zoravanlık kılıpla koldan alamaydı. Bu halkara kanunlara hilaf bu. Hem de Xitay o bizden kaçıp ketken halkını ne kapırsa diyen gapmi haklı bulduk halkara kanunlarda. Çünkü bizim körvatımız Türkiye olsun, Rusya olsun, İtalyan olsun, bular çık kaşkonlarının çık kaçırdıgan devletler. Bu nereden kaçıp gelgen bolsa şu yerge kaytırıp biriş degan bir fayda var. Şununla bu Uygurlar Türkiye'ye kaçıp gelgen ama Tayland'da teke. Şununla esas iş inisiyatif şu nimanın koluda, Tayland'ın koluda. Tayland'ın ki hükümetinin değişeceğim de Türkiye'ye evetken bu 170 kişi bolsa bular öz vaqtida mushu anketni to'ldirgan vaqtida o'zlarini Türk debtimish.
Xo'sh. Bazı Uygurlar Türk demepti. Onundan kim bazılarınınki kimliklerini şu Tayland hükümeti bilirdik ya, yani kolda bazı nerede buluş mümkün, yani Tayland hükümetinin gibi davatını. Xo'sh. Muşu 20 yıldan beri muşu Xitay hükümeti muşu Tayland'da tutulup kalan ballarınınki kimliklerini hemmini tekşirip çıktı bulan. Ha. Onunki nurgun adamlarımı bağdı o Tayland'a. O yerdeki Uygurlarla sohbet kılış ceryanında ularınınki mi kimliklerini ügendi. Bunun bir kısmı Xitay'ın adamımdı. Xo'sh. Bu kimlikni ügengen malumatıyla o Xitay'ın işideki kimlik malumatıyla seliştirip ahire şu Tayland hükümetiga ispat kılalığan Uygurlarının ki tizimliğini bergen. Mana sen menden tizimlik istegendin, bu Uygurlar Xitay'ın ki grajlarını davattın. Onda olsa ispat ver degendi ço, bak Tayland hükümeti. Şunun Xitay muşu ballarının ki tizimliğini ekegen gep. Bu tizimlik ki karda hem de Tayland Xitay'a bir işe mecbur kaldı. Bu Tayland hükümetinin gap sözleri ya da o münasebetlik Taylandlıklarının diyen gibi hem de. Xo'sh. Bunda bir peytem de Türkiye hemmeden de ekilmen diyemeydi. Yılımı şunda olsa mı kancılık Uygur olsa biz ekilimiz bizden Türkiye'ye ekersek buludu dedi. Çünkü kol demek. Yılımı şunda hazır elnik atmış Uygurlar Tayland'da şulağı mı mınatınızın Türkiye hükümeti yeni dedi. 60 adamını mı bizge bersanla biz teyyada olduk. Doğru. Şununla bu kıgan yakşılıkını unutmamak lazım. Çünkü Uygurlar izleyen bir millet. Bu izleyen milletke halkaradaki çoğun kişiler pek karmaydı. Halkarada kim kişilik olsa şunun gibi ötüdü. Şunun ve halkara münasebetinin nezriyesinde küç hemen emini kılıdı deydi. Bunda bir peyde Türkiye'deki insani ve vicdani şu tuygusu bile kıyrindaşlığa, meyli Türk halkı cetten desin, meyli dini kıyrindaşlık cetten desin. Şu izleyen Uygurlarını alaylı digenge Uygurlar onunla rahmet etiş lazım hemen. Onu tenkit kılışamaz. Türkiye mi kılalaydıgan iş var, Türkiye'nin kılamaydıgan işler mi var? Çünkü halklarda bir tüzüm var, bir kanun var. O tüzüm, o kanun doğru emez, hata da tenkit kılalayımız. Ama onu red kılgancakta üzümüzgümüz ziyan girdi. Bu hudelik futbol meydanda kolon bile oynap kalsan, yani tüzümünü bozgan bolsan, seni koklap çıkırıyordu. Şununla okşaydı, şununla Türkiye koludun kegen aslında kılıvadıdı deyip manda düşensek oldu. Doğru. Köpten rahmet, nayet yaxşı içip berdiniz. Köpten rahmet ziyaretimiz olduğunuz için. Mənim rahmet etdim. Rahmet. Maqul. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Tayland Xitayning qolgan Uyg'urlarni qaytarib berish talabini rad qildi. Tayland Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlarga Xitoyning qilgan muomalasining xato ekanligini va hozir tutib turilayotgan 60 Uyg'urni o'zlari xohlagan yerga qaytaradiganligini bildirdi. Taylandning Xitoy zulmidan qochib chiqqan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishi xalqaro kuchlik tanqidga uchirdi. Bo'lib Xitoy qaytarib ketilgan 109 nafar Uyg'urning sin ko'rinishini e'lon qilgandan keyin kuchlik inkos qo'zg'adi. Tayland hukumati 85 er va 24 ayoldan iborat bu kishilarga qilgan muomalasining xato ekanligini bildirdi. Tayland hukumatining bayonotchisi hozir turilayotgan 60 Uyg'urning salohiyati aniqlangandan keyin o'z orzusi bo'yicha Xitoyga yoki Turkiyaga qaytarib beradiganligini bildirdi. Shuning bilan birga yana Tayland amaldorlari Xitoyga berib, o'tgan hafta qaytarib berilgan 109 Uyg'urning ahvolini nazorat qilish uchun bir hay'at avatadiganligini bildirdi. Tayland kishilik huquq organlari Uyg'urlar siyosatini muzokara qiladi. Tayland hukumati kishilik huquq faoliyatchilari va boshqa munosabatli kishilar bilan ko'rishib, hali ham Taylandda tutib turilayotgan 50 dan ko'proq Uyg'urning masalasini muzokara qilmoqchi. Tayland 109 nafar Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytarib berganligi sababli tanqidga uchramoqda. Bu hafta oxirida Tayland hukumati kishilik huquq faoliyatchilari va boshqa munosabatli kishilar bilan ko'rishib,
hali ham Taylandda tutib turilayotgan 50 dan ko'proq Uyg'urning masalasini muzokara qiladi. Tayland Davlatlik Kishilik huquq komitetining mas'uli Niran juma kuni BDT musofirlar ishlari oliy mahkamasi va kishilik huquq tashkilotlarining vakillari bilan ko'rishdi. Taylandlik siyosiy mutaxassis Pang Tongning aytishicha, Tayland harbiy hukumati bu qatimqi harakatining bu qadar umumyuzlik tanqidga uchrashini o'ylab boqmagan. U Tayland harbiy hukumati cho'qim BDT musofirlar mahkamasi qatorliq xalqaro tashkilotlarning fikrini elishi kerak. Agar ularning kuchi yetmasa, bu tashkilotlarni insonparvarlik va kishilik huquq prinsipi nomida oraga kirgizishi kerak. Biz ularning o'z qilmishining davlatga qanchalik ziyon solganligini his qilmaganligini bilmaymiz dedi. Taylanddagi bir kishilik huquq tashkilotining boshlig'i Tajaro Insok Tayland harbiy hukumati xalqaro tanqidga uchragandan keyin qolib qolgan 52 nafar Uyg'ur ayol va bolalarning Turkiyaga boralaydiganligiga umid bilan qarovatimiz dedi. Bu hozir andish qilayotganimiz Xitoyga qaytarilgan 109 nafar kishini qanday qo'g'dash dedi. Xitoy saqchilari yana 3 nafar Uyg'urni etib etdi. Xitoyning Liaoning o'lkalik hukumat to'ridan naql keltirilishicha, Xitoy saqchilari qo'lida pichoq ko'tarib olgan 3 nafar Uyg'urni atalmish terrorlik gumoni bilan etib tashlagan bir nafarini yaralandirgan. Xitoy taratqullarining dushanba kuni Xitoyning Liaoning o'lkalik hukumatining to'ridan naql keltirishicha, Xitoy saqchilari qo'lda pichoq ko'tarib olgan 3 nafar Uyg'urni atalmish terrorlik gumoni bilan etib tashlagan, bir nafarini yaralandirgan. Dairlarning bu vaqtda oshkorlagan uchurlarda bu 4 kishining hammasining Uyg'ur ekanligi, saqchilar bir ijara uyini tekshirayotganda niqobliq va pichoq ko'targan 4 kishining jihad shuari to'lab saqchilarga hujum qilganligi, ularning 3 er, 1 ayol ekanligi, saqchilarning 3 kishini etib tashlab biraylarni yaralandirganligi, Amangul Mattursun ismli ayol va 3 bolani elib ketganligi ilgari surilgan. Amangul Mattursunning 28 yosh Xotan viloyatining Lob noyasidan ekanligi bildirilgan. Dairlarning ma'lumoti yana 12-iyun Hijrat nomli terrorlik chetishlik maxsus deloga bir tutash harakat elib berib, Shinyangning Shenxi rayonida orqa-orqadan 16 kishini qo'lga olganligi, alayda saqchi terrorlik qarashtirish tarmoqlari va JX organlaridan tarkib topgan 200 dan ortiq saqchining niqobliq pichoq ko'targan 4 kishini qo'rshab zarb berganligi bildirilgan. 4 kishining saqchilarga pichoqliq hujum qilganligi tilga ilingan bo'lsa-mu, lekin voqeani bartaraf qilish jarayonida hech qanday o'lish yaralanish ahvoli ko'rilmadi deb e'lon qilingan. Xitoy saqchilari yaqinda Xi'an vokzalida bir Uyg'urni qo'liga xish parchasi elib, bilet setib oluvchilarga hujum qilgan deb aytib o'tgan edi. Xitoy saqchilari Uyg'urlarga chetishlik bir voqea bo'lsa-la, oq qorini farq etmasdan terrorlik qalpiga kiydirib, qalaymaqan o'q chiqarib, qon to'kishni davomlashtirmoqda. BDT va Yevropa ittifoqi Uyg'urlarning qaytarilganligini aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa ittifoqi bayonot e'lon qilib, Taylandning qilmishini kuchlik aybladi. Xalqarada Taylandning 100 dan ortiq Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligiga bo'lgan norozilik kuchaymoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa ittifoqi bayonot e'lon qilib, Taylandning qilmishini kuchlik aybladi. BDT Kishilik huquq oliy komiteti ishxonasi Tayland hukumatining 60 Uyg'urni Xitoyga qaytarish orqali masalani takrorlamasligini kuchlik talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa ittifoqi bu harakatning xalqaro insonparvarlik ahdnomasiga xilof ekanligini bildirdi. BDT Kishilik huquq oliy komiteti ishxonasining bayonotchisi Robert Colwell, garchi Turkiya ularni qabul qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, 350 odamdan faqat 172 nafarning 6-oyning oxirida Turkiyaga ketishiga yo'l qo'yildi. 60 kishi hozirmi Taylandda tutib turilmoqda dedi. U biz Tayland doiralaridan qolgan 60 Uyg'urni qo'g'dashga, ularni tan jazosi qatorliq kishilik huquq tajovuzchiligiga uchrash xavfi bo'lgan davlatga qaytarib bermaslikka kafolat qilishni talab qilamiz dedi. Yevropa ittifoqi o'xshash qarashini o'tirg'a qo'ydi va Taylandning xalqaro ahdnomalaridagi ochiqlik prinsiplarga xiloflik qilganligini bildirdi. Yevropa ittifoqining diplomatiya va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Federica Mogherini Taylandning ayollar va bolalarni o'z ichiga olgan bu kishilarni Xitoyga qaytarib berishi xalqaro insonparvarlik qonunining yadrosi bo'lgan qaytarilmaslik prinsipiga xiloflik qilganlik dedi. Qaytarilmaslik prinsipida panohlanuvchilar qaytarilsa, ziyonkashlikka uchrash ehtimoli bo'lgan davlatga qaytarilmaydi deyilgan. 3 nafar Uyg'ur Indoneziyada 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Indoneziyadagi bir sud mahkamasi dushanba kuni 3 nafar Uyg'urga 6 yillik qamoq jazosi berdi. Bu 3 nafar Uyg'ur Indoneziyadagi qonunsiz qurolli tashkilot bilan aloqa qilgan deb ayblandi. Indoneziyadagi bir sud mahkamasi dushanba kuni Xitoy tavalligidagi 3 nafar Uyg'urga 6 yillik qamoq jazosi berdi.
bu 3 Uyg'ur Indoneziyadagi qonunsiz qurolliq tashkilot bilan aloqa qilgan deb ayblangan. Jakartadagi bir sud mahkamasi bu 3 Uyg'urni Indoneziyaning terrorlikqa qarshi turish qonuniga va ko'chmanlar belgilamasiga xiloflik qilgan deb ayblab hukm e'lon qilgan. O'tgan yil 9-oyda bu 3 oylan yana bir Uyg'ur bilan birlikda Indoneziyaning Sulawesi o'lkasida qo'lga olingan bo'lib, ayni vaqtda ular saxta turk pasporti ishlatgan va Indoneziyadagi bir qurolliq tashkilotning rahbari bo'lgan va tutish buyrug'i chiqarilgan Santoso bilan ko'rishmoqchi bo'lgan deb ayblangan edi. Bu 3 Uyg'urning har biriga 7535 Amerika dollaridan jarimani qo'yilgan. Bo'lmasa jazo muddati 6 oy uzartirilgan. Bu 3 oylan bilan birga qo'lga olingan yana bir Uyg'ur bilan boshqa 3 nafar Indoneziyalik ayrim delo turg'izib sotlangan bo'lib, bu oyning oxirida sud ochilganligi mo'ljallanmoqda. Sharq Turkiston va Arakan temasida rasm ko'rgazmasi ochildi. İnsani fikir akıncıları cemiyeti Sharq Turkiston va Arakan temasida foto surat ko'rgazmasi o'tkazdi. İstanbulning Kağıthane hasbog'chisi ochilgan ko'rgazmada Sharq Turkiston va Arakandagi musulmonlarning hayot tragediyalari aks ettirilgan rasmlar ko'rgazma qilindi. İnsani fikir akıncıları cemiyetining boshlig'i Orchun Shakarji o'g'li ko'rgazmaning Sharq Turkiston va Arakanda davom qilayotgan insonlik tragediyalariga diqqat tortqizish maqsadida elib berilganligini bildirdi. Ümmet üçün ümmet bir yerге toplanganligini bildirgan Shakarji o'g'li Xitoy Sharq Turkistondagi qarindoshlarimizga bo'lgan zulmini kun sayin kuchaytirib davomlashtirmoqda. Sharq Turkistondagi musulmonlarning tezroq erkinlikka chiqishi va zulmning oxirlashishi uchun duo qilyapmiz dedi. U har vaqt Sharq Turkistonlik va Arakanlik musulmonlarning yendi bo'lganligini eskartdi. Bu rasm ko'rgazmasi 16-iyulgacha davomlashadi. Tayland Uyg'ur oilalarini ayirib o'tish bilan ayblandi. Kishilik huquq kuzatuvchisi Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish orqali otalarini oilalaridan ayirganligini aybladi. Tayland 100 dan ortiq Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bergandan keyin kishilik huquq kuzatuvchisi Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish orqali otalarini oilalaridan ayirganligini aybladi. Tayland xalqaro tashkilotlarining qarshiligiga qaramasdan 100 dan ortiq Uyg'urni Xitoyga qaytarib berdi. 30-iyun asosliqi ayollar va bolalardan tarkib topgan 173 Uyg'urni Turkiyaga qaytarib bergan edi. Juma kuni 4 ayol va 4 bola Turkiyaga yetib keldi. Tayland doiralarining ma'lumotidan qaraganda 52 er, 4 ayol va 4 bola bo'lib, 60 Uyg'ur hozir tutib turilyapti. Kishilik huquq kuzatuvchisining Taylanddagi vakili Sunay Pasuk Bangkok pochta gazetiga ayollar va bolalar Turkiyaga avatildi. Ko'pincha oilalarning otalari bo'lsa, majburiy Xitoyga qaytarildi dedi. U mundaq dedi: 170 dan ortiq ayol va bolani o'zlari tanlagan davlatga qaytarib berib, uzun o'tmay Tayland hukumatı erlarni o'zlari berishni xohlamaydigan davlatga avatish orqali siyosatida 180 gradus burilish hosil qildi. Kishilik huquq tashkilotlari takror qaytarilgan bu Uyg'urlardan andish qildiganligini bildirib, ularning xo'rlashga uchrash xavfi borligini ogohlantirdi. Amerika parlament a'zosi Uyg'urlarning taqdiridan andish qilayotganligini bildirdi. Amerika parlament a'zosi Tayland hukumatidan Uyg'urlarning nima uchun Xitoyga qaytarilishi kerakligi haqidagi isbotni oshkorlashni talab qildi. Tayland hukumatining Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligi xabari xalqaroda kuchli andish paydo qildi. Amerika Davlat Majlisi Avam palatasi qaramaqidagi kishilik huquq komitetining raisi Simis bu haqda alohida tanqidlash elib bordi. U Xitoy qo'shni davlatlarni o'ziga qaratib, yuqori besimli siyosatini ijro qilishga yordamlashtirdi dedi. Parlament a'zosi Simis Xitoyning uzundan buyon yo'l qo'yayotgan yuqori besimli siyosati allaburun oz sondagi zo'ravonlik vaqasi paydo qiluvchilarga zarb beradigan doiradan halqib ketdi dedi. Tayland hukumati 9-iyul Xitoyga qaytarilgan Uyg'urlar haqida bayonot e'lon qilgan bo'lib, Tayland hukumati 2014-yili 3-oyda Taylandga kirgan bu Uyg'urlarni 3 turkumga ayirgan. Hech qanday jinoyat xotirasi bo'lmagan 173 nafar kishini Turkiyaga qaytarib bergan. Xitoy jinoyat isboti bilan ta'minlagan 109 kishini Xitoyga qaytarib bergan. Xitoy jinoyat o'tkazganlik isboti ta'minlamagan 60 ta kishi Taylandda turayotgan. Simis 10-iyul alohida bayonot e'lon qilib, Tayland amaldorlaridan Xitoy ta'minlagan Uyg'urlarning Xitoyga qaytarilish isbotini oshkorlashini talab qilaman dedi. Uzun yillardan buyon Xitoy va dunyoning boshqa joylaridagi kishilik huquq masalasiga diqqat qilib kelayotgan parlament a'zosi yana Tayland hukumatining hozir Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarni majburiy Xitoyga qaytarmasligini umid qilaman dedi. Uning bildirishicha, xalqaro tan jazosiga qarshi turish qonuni qaytarilgandan keyin tan jazosiga uchrash xavfi bo'lgan kishilarni o'z tabiatligiga qaytarishni cheklaydi ekan.
Tayland bo'lsa 2007-yilda bu qonunni rasmiy e'tirof qilgan. Yana bir tarafdan Amerika Davlat ishlari ministrligi 9-iyul yozma bayonot e'lon qilib, Tayland hukumatining 100 dan ko'proq Uyg'urni majburiy Xitoyga qaytarib berganligini aybladi. Amerika Tayland doiralarini har qaysi qatlamlar bo'yicha qiyin qistoqqa qarshi turish aktinomasidagi xalqaro majburiyatlarga rioya qilishga chaqiramiz deyilgan. Davlat ishlari ministrligining bayonotchisi Kerbi axborot e'lon qilish yig'inida Taylandning harakatini ayblab, cho'nqur umid istanganligini bildirdi. U yana Xitoy doiralarini xalqaro kishilik huquq nizomnomasiga rioya qilishga chaqirdi. İstanbul'daki Uygurlar kollektif iftar faaliyeti ötküzdü. 12-iyul yakshanba İstanbul'da faaliyet elip beriyotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan ayol cho'ng kichik hammaylan qatnashgan holda kollektiv iftar faaliyeti elip berildi. 12-iyul yakshanba İstanbul'da faaliyet elip beriyotgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi bilan ayol cho'ng kichik hammaylan qatnashgan holda kollektiv iftar ziyofati elip berildi. İftar faaliyetiga mazkur jamiyatning idora rahbarlari, jamiyat a'zolari va İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan bo'lib, mingdak kishi qatnashdi. İftar faaliyeti dengiz sohiliga yaqin bo'lgan İstanbul Zaytunburnu rayonlik hukumatning maydoniga o'rinlashtirilgan bo'lib, Safaköy rayonida o'ltirishlik Uyg'urlar maxsus o'rinlashtirilgan ikki cho'ng avtobusda elib berildi. İftardan burun Zaytunburnu rayonlik hukumatning qo'rosi ichidagi kengri maydon Uyg'urlar bilan to'lgan bo'lib, erlar va ayollar uchun ayrim-ayrim ikki tarafga ustallar tizilib, dasturxon hozirlandi. Kishilar iftar vaqtini saqlagach, o'smir qorining Qur'on tilovatini tingshidi. Qur'on tilovatidan keyin jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon qisqacha so'z qildi. U so'zda bu surunga ishtirok qilgan qarindosh va hamshirlarning Ramazonni muboraklab, hammaylarning Ramazonning fazilatiga to'liq erishishini tiladi. Mazlum Sharq Turkiston xalqi uchun necha kun burun Taylanddan Xitoyga qaytarib berilgan 109 nafar qarindoshimiz uchun har vaqt duoda bo'lishini ta'kidladi. İftar vaqtida qilingan duoda Sharq Turkiston xalqi va bu 109 nafar qarindoshimiz uchun Robbimizdan yordam talab qilindi. Kishilar birlikda iftar qilib, shom namozini birlikda o'qib, tartiblik holda qaytishdi. Bu kunlarda Sharq Turkistonning qanchaqlab dinini va musulmonchilik yashayotgan azodlik hurmatga taslim qilmoqqa izzat namozni izlayotgan musulmon qarindoshlarimizning eng qisqa zamonda hurmatga erishishini Alloh taoladan bu ulug' kunlarda tilaymiz, duo qilamiz. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati har yili Ramazon va 2 hayit mezgilida maxsus ziyofat berib, İstanbulda yashayotgan Uyg'urlarning qarindoshlik va jamoatlashishini kuchaytirish uchun so'rin hozirlab berib kelmoqda. Qozog'istonda Xitoylar hujumiga uchrab 8 Xitoy o'lgan. Qozog'istonda yerlik kishilar bilan Xitoy ishchilari orasida to'qinish yuz berib, 8 Xitoy o'lgan, 31 kishi og'ir yaralangan, 100 dan ortiq kishi yenik yaralangan. Qozog'istonda yerlik kishilar bilan Xitoy ishchilari orasida to'qinish yuz berib, 8 odam o'lgan. Turkiya qatorliq davlatlarda va kishilik huquq tashkilotlarida Xitoyga qarshi noroziliklar ko'payayotgan bir vaqtda Qozog'istonda Xitoy ishchilariga hujum qilinib, 100 ga yaqin odamning o'lib yaralanganlik xabari keldi. Egilincha bu voqea 8-iyul chorshanba kuni Qozog'istonning Aqto'qaydagi Miskinida yuz bergan bo'lib, Xitoy ishchilari bilan Qozog'istonlik kon ishchilari orasida to'qinish yuz berib, 145 odam bu to'qinish qatnashgan. To'qinishda 8 odam o'lib, 3 kishi yo'qolib ketgan. 31 kishi og'ir yaralangan, 100 dan ortiq kishi yenik yaralangan. Turkiya matbuotlarida Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qaratilgan zulmlarga qarshi Uyg'ur va qozoqlar o'zligidan tashkillanib, Xitoy ishchilariga hujum qilib, 8 Xitoyni o'ldirganligi bildirilgan. Yerlik soqchi tarafning bildirishicha, bu voqea bir Xitoy ishchining oshxonada g'avg'o chiqarishi bilan boshlangan. Qozog'iston hukumat taraf bergan uchurlar bilan Xitoyda to'rda eqib yurgan uchurlar farqli bo'lib, Qozog'iston taraf odam o'lish ahvoli ko'rilmaganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyda to'rda berilgan uchurlarda bu voqeada Xitoy ishchilari hujumiga uchrab, 11 odam o'lgan, 3 odam yo'qolib ketgan, 100 dan ortiq kishi yaralangan deb berilgan. Voqeadan keyin Xitoyning bu rayonga bir tikuchar aeroplan avatganligi ma'lum. Lekin hozirgacha Xitoy taraf bu voqea haqida hech qanday inkos qaytarmagan. Qozog'iston mis guruhi Qozog'istondagi eng cho'ng mis ishlab chiqarish korxonasi bo'lib, 2014-yili 9-oyda Xitoyning bir ranglik metal shirkati Qozog'istonning Aqto'qaydagi cho'ng tipdagi mis kenini huddiga olgan. Tayland elchixonasi Uyg'urlarning hujumiga uchragandan keyin taqilishga majbur bo'ldi.
8 iyul Taylandning Istanbuldagi elchixonasi Uyg'urlarning hujumiga uchragandan keyin Taylandning Istanbul va Anqaradagi elchixonalari taqilishga majbur bo'ldi. 8 iyul kech Tayland hukumatining 1 yildan ko'proq vaqtdan buyon Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlardan 100 dan ko'progini Xitoyga qaytarib berishi uchun yo'tkiganligi va bir harbiy aerodromga elib borganligi haqida xabarlar tarqalgandan keyin Istanbuldagi Uyg'urlardan bir to'p kishi Tayland elchixonasining oldiga berib namoyish qildi. Namoyish jarayonida bir kishining Taylandning bayrog'ini tushirib o'tishi bilan namoyishchilar elchixon darvozasidan bo'sib kirib, elchixona binosiga tosh va qo'liga chiqqan narsalar bilan hujum qilib, aynaklarini chaqib etgan. Ishxonalarga besib kirib, arxiv va materiallarni sirtqa elib chiqib to'kkan. Turkiya medialari bu voqeani Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati a'zolarining sodir qilganligini xabar qilgandan keyin, mazkur jamiyat bu vaqtda o'z to'r betida yozma bayonot e'lon qilib, buni rad qildi. Voqeaning tuyuqsiz yuz berganligini va 9 kishining qo'lga ilinganligini bildirib, Taylanddagi qarindoshlarga yordam chaqiriq qildi. Tayland Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib bergandan keyin Anqaradagi Tayland elchixonasi oldida namoyish elib berildi. Elchixona binosiga kirmoqchi bo'lgan namoyishchilar soqchilarning to'sib olishiga uchradi. Hör Sharq Turkiston munbiri axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. 10 iyul juma kuni Hör Sharq Turkiston munbiri birlashma axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, muhim 3 temada maxsus to'xtaldi. 10 iyul juma kuni Hör Sharq Turkiston munbiri axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Yig'inga Hör Sharq Turkiston munbiriga a'zo tashkilotlardan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Sharq Turkiston vaqfining bosh kotibi Ömer Qul, Sharq Turkiston yoshlar jamiyatining raisi Ilham, Sharq Turkiston ko'chmalar jamiyatining raisi Rajab Aqyo'l qatorliqlar qatnashib, birlashma bayonot e'lon qildi. Bayonotda asosligi Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarga zulm qilayotganligini fosh qilish va dalil isbot ko'rsatish, Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligiga norozilik bildirish va Turkiyadagi bir qism axborot vositalarining Sharq Turkistonda Uyg'urlarning zulmga uchrayotganligi aks ettirilgan rasmlar yolg'on degan xabarlarga, bo'libmi Anatoliya agentligining Xitoyda diniy besim yo'q degan safsatalarga raddiya berishdan iborat 3 temada to'xtalib o'tildi. Yig'inda Xitoy Sharq Turkistonda yurgizayotgan diniy cheklimlar aks ettirilgan masjid kirish kanishkisi, masjidning mihrobiga Xitoy kommunistlarining bayrog'i esilganligi, namoz o'qigan musulmonlarning Xitoy bayrog'iga sajda qilishga majbur bo'layotganligi, Xitoyning masjid tomlariga 18 yoshdan tuvanlarning, ayollarning, partiya a'zolarining masjid kirishiga yo'l qo'yilmaydi degan xatlarning esib qo'yilganligi qatorliq Xitoy o'zi tarqatgan rasm va hujjatlar ko'rsatildi. Shuning bilan birga Xitoy soqchilarining islomiy kiyingan ayollarni yo'lda to'xtatib olib tekshirishi va Xitoyning zamonaviy madaniyat nomida ayollarning islomiy kiyinishini cheklayotganligiga doir rasmlarmo dalil sifatida ko'rsatildi. Yig'inda Hidoyatullo O'g'izxon, Ömer Qul, Ilham va Rajab Aqyo'l yuqorqi temalarda erkin fikr bayon qildi. Yig'in nihoyat yaxshi kayfiyat ishida muvaffaqiyatli oxirlashdi. Anqarada Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligiga qarshi namoyish elib berildi. Anqaradagi Tayland va Xitoy konsulxonalari oldida Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligiga qarshi namoyish elib berildi. Anqaradagi Tayland va Xitoy konsulxonalari oldida Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligiga qarshi namoyish elib berildi. Taylandning Xitoy zulmidan qochib chiqib, Tayland turilayotgan Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligiga norozi bo'lgan bir guruh Uyg'ur 9 iyul atigan Qaysariydan avtobusga o'tirib Anqaraga yetib keldi. Ular oldi bilan Tayland elchixonasi oldida, orqadan Xitoy elchixonasi oldida namoyish qildi. Ular qarindoshlarining ahvolini o'tirg'a qo'yib, yordam chaqiriq qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Seyit Tumturk Tayland va Xitoy elchixonalari oldida ayrim bayonot e'lon qilib, Taylandning xalqaro belgilamalariga xilof holda Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berganligini aybladi. Xitoy elchixonasi oldida soqchilarning to'saqlaridan o'tib, elchixonaga kirmoqchi bo'lgan namoyishchilar soqchilarning qarshiligiga uchradi. Soqchilar yosh oqquzish bombasi ishlatib, ularni tarqoqlashtirdi. Oxirida namoyishchilar bir yerga to'planib duo qildi. Xitoy doiralari 20 chet ellik sayohatchini nazorat ostiga oldi. Xitoyning Angliya, Janubiy Afrika va Hindiston fuqarolaridan tarkib topgan 20 chet ellik sayohatchini ichki Mong'oliyada nazorat ostiga olganligi bildirildi. Angliya Tashqi ishlar vazirligi va Janubiy Afrikadagi bir xayriy ihson organi chorshanba kuni bayonot berib, Xitoyning shimoliy qismida 20 sayohatchining nazorat ostiga ilinganligini bildirdi. Reuters xabar agentligining bu vaqtdagi xabariga asoslanganda, Angliya, Janubiy Afrika va Hindiston fuqarolaridan tarkib topgan 20 chet ellik sayohatchi ba'zilarining terrorlik tashkiloti bilan aloqasi borligi shubhasi bilan ichki Mong'oliyada nazorat ostiga ilingan.
Janubiy Afrikadagi xayr-saxovat organi Xitoy doiralarining 11 sayohatchini qo'yib berishga qo'shilganligini, qolgan sayohatchilarning ichki Mong'oliyada tutib turilayotganligini bildirdi. Mazkur organning Xitoy doiralaridan naql keltirishicha, nazorat ostiga ilinganlarning bir qismi mehmonxonadagi yotoqlarda o'ltirib cheklangan bir tashkilotning videolarini ko'rayotgan asnoda qo'lga tushirilgan bo'lib, navbatda nazorat ostida tutib turilayotgan 9 kishining 5i Janubiy Afrika, 3i Angliya, 1i Hindistonlik ekan. Angliya Tashqi ishlar vazirligi bayonotchisi Reuters muxbirining bu vaqtdagi ziyoratini qabul qilib, konsulxona xodimlari yordam qilish maqsadida mazkur kishilarni yo'qladi. Biz Xitoy doiralari bilan aloqalashayotamiz degan. Lekin Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bilan Janubiy Afrika elchixonasi muxbirining bu vaqtdagi savollariga izohat bermagan. Xayr-saxovat organining bildirishicha, 47 kunlik Xitoy ziyoratiga otlangan mazkur kishilar ichki Mong'oliyadagi Ordus aerodromida nazorat ostiga ilingan bo'lib, Ömekning sayohat yetakchisi yakshanba kunigacha, ya'ni nazorat ostiga ilinib 2 kundan keyinmi ulardan xabar ololmagandan keyin boshlariga qo'rqinchli bir ish kelganligini his qilgan. Mazkur organ ularning terrorlik bilan aloqasi yo'q. Shundaqla ular davlatlardami jinoyat o'tkazgan kishilar emas deganlarini qayd qildi. Erdo'g'an Turkiyaning kuchlik birlashma hukumatga ehtiyoji bor dedi. Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Türkiye'nin muhim qarorlarını alalaydigan ve o qarorlarni kuchli şekilde icra qilalaydigan birleşme hükümetki ihtiyacı barlığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin muhim qarorlarını alalaydigan ve onu kuchli şekilde icra qilalaydigan birleşme hükümetke ihtiyacı barlığını etti. Recep Tayyip Erdoğan asasi kanunda bana berilgen hukuklarga uygun halda bu musafini asallaştırış için qo'limdan kelgan barliq tirishchanliklarni ko'rsataman dedi. Recep Tayyip Erdoğan 13 iyul İstanbul'da Savdo Sanoatchilar Jamiyati tüm siyatning iftar ziyofatiga qatnashdi. U iftarda har qaysi siyosiy partiyalarga xitob qildi. U mundaq dedi: "Bir-biri bilan ziddiyatlashish holatidagi partiyalar qurgan birlashma hukumat Turkiyaga foyda elib kelmaydi, balki ziyon beradi. Buningga o'xshash vaqt va zehn isrof qilishga xalqimiz rozi bo'lmaydi." Recep Tayyip Erdoğan birlashma hukumat uchrashuvlari jarayonida dunyodagi eng chong aerodrom qurilishini o'z ichiga olgan Türkiye'nin büyük lohiyalarini amaldan qoldirish to'g'risidagi munozirlarga ruxsat qilmaydiganligini ta'kidladi. U bu haqda Türkiye'nin büyük lohiyalarini amaldan qoldirish to'g'risida munozir boshlagan birlashma hukumat uchrashuvlari qarshisida birinchi bo'lib meni ko'rdi dedi. Türkiye Ahli Sünnet Alimleri Birliği'nin yig'iniga Uyg'urlarmi qatnashdi. İslam dünyasının her qaysi devletlerden qadam tashrif qilgan bu yig'inga Sharq Turkiston olimlariga vakolatan Sharq Turkiston Olimlar Birligi Oliy Kengash hay'atining raisi Abdulhakimxon Maqsum Taklimakan qatnashdi. Türkiye Ahli Sünnet Alimleri Birligi İstanbul'da yig'ilish o'tkazdi. İslam dünyasının her qaysi devletlerden qadam tashrif qilgan olimlar İstanbul Ayyub'da iftar so'rinida jam bo'ldi. Yig'inga Sharq Turkiston olimlariga vakolatan Sharq Turkiston Olimlar Birligi Oliy Kengash hay'atining raisi Abdulhakimxon Maqsum Taklimakan qatnashdi. İslam dünyası duch kelayotgan masalalar, tavrinishlar va bu masalalarni hal qilish usullari yig'inning asosli temasi sifatida muzokara qilindi. Hurmatli izləyicilər, shuna qilib xabarimizning oxiriga kelib qoldik. Mushu munosabat bilan biz endi oldimizda juma kuni inshaalloh Alloh subhanahu va taolo butkul musulmonlarga ato qilgan bu mübarek Ramazan yani Ruzi Hit bayrami aldığımızda bu harpisi turibdimiz hazır. Cuma günü inşallah bütün Müslümanlar dünyadaki hem joydagi Müslümanlar bu mübarek Hit Ruzi Hitini tebriklab qizg'in faaliyetler bilan o'tkazdi. Biz İstiqlal televiziyasi xodimlarining hamma xodimlarga vakolatan sizlarga bu ekrandan dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizni bu mübarek ulug' hayitini chin qalbimizdan tabriklaymiz, qutlug'laymiz. Allah mushu ay ichida bu mübarek Ramazan oyi ichida qilgan barliq ibodatlaringlarni, amallaringlarni o'z dargohida eng yaxshi shaklda qabul qilgan va turkumlab ajrlarni ato qilgan bo'lsin inshaalloh. Bu umidimiz. Hammalarga bu ekrandan salom yo'laymiz. Hürmetli izləyicilər, şuna qilib bu haftalik İstiqlal xabarları programımız bu yerdə axırlaşdı. İnşallah kelar qatımqı programımızda görüşküçə sizlərlə Cənab-ı Allah'a tapşırırıq. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuh.